Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurshid. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar o'tgan haftadan beri Uyg'urlar munosabatlik bo'lgan ba'zi muhim hadislar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Qani diqqətinglar haftalik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Eysa, Qurultay İcraiya Komitetining reisi ve Uyghur Kişilik Huquq Qurilishining direktori Ömer Qanat, Qurultayning Angliyadagi advokati Michael Polaklardan tarkib topgan arzdorlar heyeti 15 avgust başlatgan Argentina ziyoratini muvaffaqiyatli oxirlashtirib 20 avgust kuni o'zdirtirishlik davlatlarga sog' salomat qaytib keldi. 17 avgust kuni Dünya Uyghur Qurultayi bilan Uyghur Kişilik Huquq Qurilishi nomida Sharq Turkiston xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik ve insonlikqa qarshi jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati ve bu xil qirg'inchilikqa bevosita qo'mondonlik qilayotgan Xitoy amaldorlari ustidan Argentina federal sotchilar heyetiga arznoma sunilgan edi. 34 betdan tarkib topgan ve ispancha tayyorlangan dastlabki arznamada Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik ve insoniyatga qarshi jinoyatlarga bevosita chetishlik bo'lgan ham javobgarligi bo'lgan Xitoy davlat raisi Xi Jinping, Xitoy Markaziy siyosiy qonun komitetining mudiri Meng Jianju, atalmış Abnum Rayonluq Partikomining sobiq sekretari Cheng Chengo, muavin sekretari Zhu Hailun, Xinjiang Jamoat xavfsizlik nazoratining noziri Wang Mingshan, Xitoy Markaziy bexatarlik markazining mudiri ve Xitoy Xalq qurultayining raisi Li Jianshu qatorliqlarni o'z ichiga olgan 30 nafardan ortiq Xitoy amaldorining atalmış oshqullikqa qarshi turish degan niqob ostida Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarni qattiq bostirish, millionlagan begunoh xalqni jazo lagerlariga, turmalarga solash, qiynash haqida har darajalik hukumat organlariga tushirgan buyruq va yo'l yo'riqlari tafsili o'rin olgan. Arznamada yana qo'rchoq amaldorlardan Xitoy Xalq qurultayining muavin raisi Naim Yasin, atalmış Abnum Rayonluq Xalq qurultayi doimiy komitetining raisi Shavkat Imin qatorliqlarim kirgizilgan bo'lib, Argentina jazo mahkamasidan arznamada o'rin olgan Xitoy amaldorlarining jinoiy javobgarlik tortish talab qilingan va ularning jinoiy qilmishlari haqida ko'plagan hujjat va dalillar sunilgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining arznamasi apsi jazo lagerida shahid bo'lgan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Eysa, lager shohidlaridan Qalbinur Sidiq, Gulbahar Jelilova, Mehrigul Tursun, Gulzira Avulxon, Sayragul Savutbay, Fatima Abdug'oppur ve tadqiqotchi Adrian Sens qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'plagan shohidlarning Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida bergan guvohliklarni tafsili o'rin olgan bo'lib, mazkur arznamani topshirib olgan 12 kishilik Argentina federal sotchilar heyetining bir nafar a'zosi oldimizgi kunlarda rasmiy qonun tekshirish başlatıldı. Dünya Uyghur Qurultayi bilan Uyghur Kişilik Huquq Qurilishining Angliyadagi advokat Michael Polak ve Argentinalik advokatları Gabriel Cavallo ve Juan Netolar mazkur deloga haydakchilik qiladi ve Argentina sotini Xitoy amaldorlarining jinoiy qilmishlari haqidagi yangi dalillar bilan ta'minlashga kapolatlik qiladi. Argentina jazo mahkamasi nihoyat keng doiralik salohiyatga ega bo'lib, Argentina asos qonunining 118-moddasi bo'yicha Argentina jazo mahkamasi mayli kim yoki qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan o'rin va shaxslar ustidan mustaqil tekshirish elib berish va ularning jinoiy javobgarligini surishtirish huquqiga ega. Buning asosan Argentina jazo mahkamasi insoniyatga qarshi jinoyat ishlagan ispaniyalik diktator Francisco Franco va Rohingya musulmonlarga qarshi irqiy qirg'inchilik elib borgan hokimiyet üstüden tekshirish başlatgan edi. Dünya Uyg'ur Qurultayi Argentina sotining bu afzalligini ko'z tutib o'tgan yili Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan birlikda Argentina sotiga Xitoy hokimiyati va amaldorlar ustidan arz sunish qarori olgan va Londondagi danglik advokat Michael Polak apandimni arznoma tayyorlashga mas'ul qilgan, yana Argentinadami maxsus advokat tutgan edi. 21 avgust kuni Dünya Uyg'ur Qurultayining umumiy vakillar to'r yig'ini chaqirildi. İstiqlal marşı bilan boshlangan va Qurultay raisi Dolqun Eysa apandimning bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan mazkur yig'inga 7-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayining 20 dan ortiq davlatdagi vakillardan bo'lib 100 nafardan ortiq kishi qatnashdi. Yig'inda Qurultay raisi Dolqun Eysa apandim bilan Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandim Dünya Uyg'ur Qurultayi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tarafidan 17 avgust Argentina sotiga Xitoy ustidan topshirilgan arznamaning tayyorlanish jarayoni, asos mazmuni va arznoma sunishda yetmoqchi bo'lgan asos maqsadlar haqida, shundaqla o'zlarining bu qitim Argentinada elib borgan 4 kunlik ziyoratining umumiy ahvoli haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga vakillarning bu vaqtdagi turli savollarga astoydil javob berdi. Qurultayning Qozog'iston vekili ve Qurultayning oliy maslahatchisi milliy ustozimiz bu vaqt qilgan so'zida Xitoy ustidan Argentina sotiga arz sunishning butkul Uyg'ur xalqi uchun tarixiy ahamiyatga ega zo'r bir hodisa ekanligini,
Mazkur sotning Uyg'ur xalqi kutgandek muvaffaqiyatli tamomlanishi uchun Qozog'iston Uyg'urlarining moddiy va ma'naviy jihatdan butun kuchi bilan qo'llab-quvvatlaydiganligini ifoda qildi. Dolqun Ayso va Umar Qanot apandilarning qilgan so'zlarida bu qatimqi arz sunish haqidagi xabarning Argentinaning eng nopuzli matbuotlarining biri hisoblangan La Nación gazetida nihoyatda keng doirada xabar qilinishining Argentinaning har qaysi sohalarining zo'r qiziqishini qo'zg'aganligini. Buningdan xabar topgan Argentinadagi ba'zi diniy va ommaviy guruhlarning o'zligidan arzdorlar hayiti bilan ko'rish elib berib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga duchor bo'layotgan Uyg'ur xalqini qo'llaydiganligini bildirishganligini ifoda qilishdi. Undan boshqa Dolqun Ayso va Umar Qanot apandilar qurultayning BDT, Yevropa Birligi va Amerikani markaz qilgan holda o'tgan 2 oydan buyon elib borgan faoliyatlar haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Ukraina urushi, Tayvan krizisi va uning Uyg'ur davosiga ko'rsatgan ta'siri bu qatimqi yig'inning asosli muzokara temalarining biri bo'ldi. Qurultayning muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim vakillarga Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilish tarafidan o'tgan yil boshlatilgan vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilgan zamin haqidagi tadqiqot programmasining taraqqiyot yuzlanishi haqida ma'lumot berish bilan birga, xalqaroliq donliq qonunshunoslar, tarixchilar va tadqiqotchilardan tarkib topgan maxsus bir hay'atning vatanimizning Xitoy tarafidan besilgan zamin ekanligining tarixiy, qonuniy, siyosiy va diplomatik asoslarini dalillab chiqish haqida jiddiy tadqiqot ilib berayotganligini va bu tadqiqot dokladini oldimizgi yilning boshlarida tamomlab xalqaroliq organlarga va parlamentlarga sunishga tayyorlanayotganligini ifoda qildi. Milliy mustaqillik kurishimizning navbatda zo'r bir tarixiy burilishiga qadam qo'yganligini ta'kidlashgan qurultay vakillari milliy birligimizni yanada kuchaytirish va qurultayni tashkiliy jihatdan yanada sistemlashtirish va zo'raytirishning muhimligini ta'kidlashdi. 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi umum vakillar to'r yig'ini taxminan har 2 oyda bir qatim o'tkazilib kelinmoqda. Dunyo Uyg'ur Qurultayi İcraiya Komitetining raisi va Kishilik huquq qurilishining direktori Umar Qanot apandim 22 avgust kuni Amerika Davlat ishlari ministrligini ziyorat qilib, Amerikaning kishilik huquq, inson yordamlar va xalqaro tashkilotlar ishlariga mas'ul muavin tashqi ishlar ministri Alison Lombardo xonim bilan, shundaqla Amerika Milliy bexatarlik kengashi, Amerika tashqi ishlar ministrligining kishilik huquq, demokratiya va emgak bo'limlarining oliy darajalik amaldorlari bilan keng doirada ko'rish ilib bordi. Umar Qanot apandimning bu qatim uchrashishida BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning mush oyning oxiri vazifasidan ayrilish oldida e'lon qilmoqchi bo'lgan Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi umumiy doklatidan keyin buningga qarta xalqarada ilib beriladigan faoliyatlar, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini texmi ko'p davlatlarga e'tirof qildirish va uni to'xtatish uchun qanday bir strategiya yo'lga qo'yish, bu yil 9-oyda chaqiriladigan BDT kishilik huquq kengashining umumiy yig'ini jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yana qanday kun tartibga elib kelish, Amerikada yo'lga qo'yilayotgan Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunining ijro qilinish ahvoli va uning unumi, chet ellardagi Uyg'ur musofirlar duch kelayotgan qiyinchiliklar va uni hal qilishning choralari qatorliq keng mazmunlar asosli muzokara temasi bo'ldi. Umar Qanot apandim bu qatimki ko'rish jarayonida yana Uyg'ur xalqining Amerika hukumatidan kutadigan ba'zi konkret talablarini o'ttirg'a qo'ydi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Ayso va Qurultay yoshlar komitetining mudiri Erkin Zunan apandilar 26 avgust Shveysariyaning Graubünden kantoniga qarashli Pontresina rayonida boshlangan 7-qatimli xalqaro axloq munbiri yig'iniga taklif bilan qatnashib, dunyoning har qaysi ellaridan kelgan vakillarga Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida yanada tafsiliy ma'lumot berish fursatiga erishdi. Shveysariyaning Graubünden kantonining qo'llashi bilan o'tkazilgan bu navbatlik xalqaro axloq munbiri yig'iniga Amerika, Kanada, Latin Amerikasi, Hindiston, Avstraliya, Janubiy Afrika va Yevropaning har qaysi ellaridagi siyosiy arboblar, kishilik huquq tashkilotlarining vakillari, san'atkorlar, yozuvchilar, tadqiqotchi olimlar va jurnalistlardan bo'lib 80 nafardan ortiq arbob bevosita kelib qatnashdi. Dünya millətlləri o'tirisidagi do'stlik va hamkorlikni ilgari surish, bugungi dunyoda mavjud bo'lib turayotgan madaniyatlarni va qimmat qarashlarni qanday qo'g'dab qilish va rivojlantirish, millatlar o'tirisidagi o'zaro tushunishni qanday ilgari surish, qanday qilib go'zal bir dunyo barpo qilish qatorliq temalar bo'yicha guruhlarga bo'linib muzokara olib berilgan mazkur yig'inda Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qanday to'sib qilish va Uyg'ur madaniyatini ham kimligini qanday qo'g'dab qilish masalasimi asosli muzokara temalarining biri bo'ldi. Yig'in jarayonida Dolqun Ayso va Erkin Zunan apandilar har qaysi ellardan kelgan vakillar bilan ayrim ko'rishishlar ilib berib, Xitoyning dunyo bexatarligiga ilib kelayotgan tahditlari, shundaqli Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarining mohiyati haqida suhbatlar ilib bordi. Uyg'ur
irqiy qirg'inchilik masalasi dunyoning har qaysi ellaridan kelgan arboblarni alayda qiziqtirgan temalarning biri bo'ldi. 7-chi qatimli xalqaro axloq munbiri yig'ini 27-avgust kuni oyoqlashidi va Dolqin Ayso apandim yig'inning oxirgi kuni Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi haqida maxsus doklad taqdim qildi. 24-avgust kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoy Xalq Cumhuriyatining xalqaroning Şinjanğa bo'lgan ko'z qarashlarini kontrol qilishdagi urinishlari nomli bir parcha doklad e'lon qildi. Dokladda Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Sharq Turkiston to'g'risidagi uchurlarni kontrol qilishdagi turli usullari bir-birlab o'ttirib qo'yilgan bo'lib, xalqaroning Xitoyning uchur kontrolligidan ogohlantirgan. Mazkur dokladda o'ttirib qo'yilgan Xitoyning uchur kontrol qilish taktiklarining biri tordashlarning Beijingning qarorlariga zid mazmunlarni ziyorat qilishini cheklash va shuning bilan bir vaqtda torda Xitoy hukumatining siyosatini qo'llashni tashabbus qilgan mazmunlarni saxta hisobotlar orqali ko'plab tarqitib, haqiqiy uchurlarni saxta uchurlar orqali ko'maytishdir. Buningda Xitoyning tor dunyosi orqali chegara halqib, Xitoy hukumati haqidagi o'zlari yoqtirmaydigan har qanday fikrni jimiqtirish qurinayotganligini ko'rsatgan. Dokladda yana Xitoyning Uyg'urlarga va rayondagi boshqa millatlarga qarta ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarni oshkorlaydigan muhim manbalarni inovatsiz qilishga kuchayotganligi alohida eskartilgan. Ijtimoiy taratqularda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish siyosatini tanqid qiladigan hisobotlarga parokanchilik sedayotganligiga diqqat tortgan. Tanqidni burmalashda whataboutism yana boshqa davlatlarning tarixdagi xatoliklarni suiiste'mol qilish orqali o'zining jinoyatini yepishga uringanligini eskartgan. Mazkur doklad nihoyat ko'p axborot manbalarini asos qilgan bo'lib, Xitoyning xalqaro axborot vositalari, shaxsiy ijtimoiy taratquv kanallari va saxta hisobotlardan foydalanib, Sharq Turkiston haqida tashviqot xarakterli uchurlarni ko'plab tarqatayotganligini, shu orqali Amerikaning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqidagi qarorini inkor qilishga urinayotganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati izchil Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilib kelgan. Ular dunyo Uyg'ur qurultayıga o'xshash Uyg'ur tashkilotlari, Dr. Adrian Tsenskga o'xshash tadqiqotchilarning Xitoyning Uyg'urlar qaratgan bostirishlari haqida xalqaroga oshkorlagan uchurlari va dokladlarni yolg'on chiqarishga uringan. Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Dolqin Ayso mazkur dokladning e'lon qilinganligi munosabati bilan matbuotlar qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Xitoy izchil manga o'xshash Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarini jimiqtirish uchun har vaqt vositalarni qo'llanib keldi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bu dokladni Xitoyning abdibashirsini oshkorlaydigan va Xitoyning yolg'on sabsatlarga berilgan kuchli bir raddiyadir. Bu dokladni Tashqi ishlar ministrligining yer shar aloqalash markazi birlashib o'ttirib qo'ygan bo'lib, ma'lum bo'lishicha, ular yaqinda Xitoy va Rossiyaning davlat qo'llagan saxta uchur tashviqotiga bo'lgan diqqatni kuchaytgan. Mazkur dokladda o'ttirib qo'ygan Xitoyning tor orqali davlat xalqini bostirishi, ya'ni xalqaro ijtimoiy taratquv vositalarida saxta hisobot echish orqali tor hujum ilib berishimi tilga ilingan. YouTube va Twitter ayrim holda 2018 va 2020 yillarda davlatga bog'langan hisobotlarga belgi qo'yishga boshlagan va bir qancha qatim Xitoy hukumati bilan munosabati bor deb gumon qilgan bir qancha avtomatik saxta hisobotning o'chirilganligini e'lon qilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michelle Bachelet 8 ayının 25 günü Cenevada axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, dunyoning kishilik huquq vaziyati va BDT kishilik huquq ishxonasining ishlagan xizmatlarini tonishtirib o'tgan. Michelle Bachelet muxbirlar qilgan so'zida Uyg'urlarning kishilik huquq ahvoliga oid dokladni e'lon qilishga tirishayotganligini bildirgan. CNN to'rining xabariga qaraganda, Michelle Bachelet muxbirlar qilgan so'zida kishilik huquq ishxonasining har jihatdan doim besimga uchraydiganligini, xodimlarning o'lcham tartib bo'yicha ish qildiganligini bildirgan va mundaq degan: "Men bu dokladni e'lon qilish qilmaslik besimga uchrab kelyapman. Lekin men har qanday dokladni besim ostida e'lon qilmayman yoki yoshirmayman." Xabarda aytilishicha, Michelle Bachelet ishxonasi Michelle Bacheletning 6-oyda aytgan 8-oyning 31-kuni vazifasidan ayrilishdan ilgari Uyg'urlar haqidagi kishilik huquq dokladini e'lon qilish va'dasini amalga oshirishga tirishib etibdi. Holbuki, ular hozir Xitoy tarafdan kelgan amaliy fikrlarni tekshirib ko'rayotgan bo'lib, ularni nazarga olmay turib bu dokladni e'lon qila olmaydi ekan. Birlashma agentlikning bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Michelle Bachelet bu dokladdagi munosabatli mazmunlarni Xitoy hukumatiga uqtirgan hamda ularning fikrini olmoqchi bo'lgan. Tog'dagi isbotlar oldida izchil fashistlarcha shakl olgan tarbiyalash markazi nomidagi lagerlarni hamda Uyg'urlarning qirg'in qilinishini inkor qilayotgan Xitoy hukumati bo'lsa 40 necha davlatni agashtirgan holda uning bu dokladni e'lon qilmaslik haqida besim qilmoqda ekan. Undan boshqa Xitoy yana o'zining BDTdagi qo'llovchilarini ko'paytirish maqsadida 19 avgust Afrikadagi 17 davlatning 23 turlik
o'simsiz qarzni bekor qilganligini e'lon qilgan edi. Michel Bacheletning axborot e'lon qilish yig'inidan keyin Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi uni mazkur dokladni darhol e'lon qilishga chaqirib mundaq degan. Bir necha oydan beri biz xalqarodagi boshqa davlatlar bilan birlikda BDT oliy komissarni uning xizmatchi xodimlari tayyorlagan Şinjan vaziyati haqidagi dokladni e'lon qilishga chaqirib keldik. Garchi oliy komissar bu dokladni pat orada e'lon qilganligini deb kelayotgan bo'lsa-mu, texicha e'lon qilmadi. Biz uni bu dokladni darhol e'lon qilishga, oshkora yoki o'z ichida bergan va'dalarga amal qilishga, vazifa muddati to'shishdan ilgari shu dokladni e'lon qilib o'tishga chaqiramiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Isa apandi bu vaqt matbuotlar qilgan so'zida buningdan biz Michel Bacheletning Xitoyning besimga uchrab kelayotganligini his qildik deb ko'rsatdi va agar bu doklad e'lon qilinib qolsa uning ahamiyatining cho'ng bo'lganligini bildirdi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Janvadagi mas'uli John Fisher Michel Bacheletning axborot e'lon qilish yig'inidan keyin yo'llagan tweetida mundaq degan: "Yana bir g'ayrat. Bu ish chala qolsa Michel xonimning ishxonasiga haqorat, ziyonkashlik uchirganlarga xiyonat bo'ladi." ABC xabarlarida to'g'rida berilgan xabarda aytilishicha, Michel Bachelet bir yilning oldida Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladni e'lon qilish haqida dunyoning har qaysi joylaridan nurg'un xatlarni topshirib olgan. Xabarda aytilishicha, bundoq kuchli bir dokladning e'lon qilinishi va uningga qarta harakat qo'llanish Xitoy bilan qarshilashishdan derak berdi ekan. Xitoy hozir Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi nopuzliq shaxslar va mutaxassislarni yeniga tortib, mazkur dokladning e'lon qilinishiga qarshi kuch to'playotgan bo'lib, shu sababdan bu dokladning e'lon qilinishi davomli surilib kelgan. Bu haqda New York Universiteti qonun professori, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining sobiq alayda dokladchisi Philip Alston matbuotlarga mundaq degan: "Muhim bo'lgani shuki, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti boshqa tarafdan bo'lsa-mu katalizatorlik rolini o'ynaydi. Agar bu doklad kuchli bo'lsa, u dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur harakatiga cho'ng yordam bo'ladi. Bu doklad hech bo'lmasa har qaysi davlat hukumatlarining Xitoyga kuchli pozitsiya bildirishiga turtki bo'ladi. Shundaqla Xitoyning o'z siyosatini yaxshilashga istaydi. Mazkur dokladning e'lon qilinishining hozir qadar kechiktirilishi Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik ellarining, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va chet ellardagi Uyg'urlarning kuchli noroziligini qo'zg'ab kelmoqda." Aziz ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga haftalik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.